5,5 bo'lgan. Ya olgan pulni chakka qo'ying. Lekin yana 1000 dan ziyod qilganda ichiga. Qora Nexia sotuvgan. Qora Nexia sotuvga emas o'zi. Qachalar o'ziniki. Hozirga siz ketmaydi 1 minut. Kecha 40 million olingan oq assetni sotdinglarmi? Peshonlikka 40 million olingandi. Ha? Rossiyadan aytdi, Rossiya yo'qmi? Ha. Sotildi. Qarang, 2009da oq svitni 40 million oldim, 41 millionga sotdim. Sotishdilar bachalar kecha. Kecha men ishga masala. Lastiklarni narxi tushgan do'stim. Bu Timboli optiramotor. Agar bo'ladi desangiz, qo'lga meni savdo qilib ko'radi endi. Bo'ladi, mayli, roziman desangiz 35 millionga olaman. Aytaman, sizga bu sotiladiganlarni ko'rsatib. Nechi pul deysiz? Nechi pul? Ha. Kraskasi 75% bor. Bular 50 million. Musulmon. Sizlar rasxodni o'zim bilaman. Ash aka qarayoringlar, man. Nexia. Keling qara, hozir boshqa mashina bormi yo'qmi yana? Hozir to'playman. Ketdik. Bitta desangiz, keyin start olib ketsin. Yo, yo'l ustida aka avtoavariya ketasiz. Tasavvur qiling, yo'l ustida shuncha odam bilan chiqishdi. Bironta mashina kelib qoladi, tormoz ishlamaydi deymi o'g'lim? Normal mashina, hozir mana ko'rgandan keyin chiqar, bir siravanda keyin ketasan. Do'stim, qarang. Yana ham ta'kidlab aytaman, men sizga qarshi-ya. Endi siz Buxorolik ekansiz, qarshi-ya mashinalar arzon. Mashinani bir chetga qo'yib, bozorda bir ko'rsangiz ham bo'ladi. Eng zo'r kun kelgansiz, bozor kuni. Bu degani, bemalol meni narxim to'g'ri kelmasa, yana bozor. Bozorda narxni olgan olsangiz bo'ladi. Lekinchalik ham mana bu bizga koreyskiy Optra 1.6 motorli 2005 Lacettilar, Timbol motori yog'ib turgani, zo'r bo'lsa 35 million, nari borsa 38 million, 40 milliongacha. Uning uchun kraskasi yaxshiroq bo'lishi kerak. Unda pulga hozir siz oxiri 50 bo'lsa beraman deyapsiz. Hech bo'lmasa ismingiz nimani? Umid aka bir 45 million deb ko'ring siz. Men olmayman, aytib ko'raman. Balkim olayotgan bo'lsa, ish salib ketsin. 300 million desa, mana to'g'ri fikr. 50 bo'lmasa bermaysiz. Akalar ko'ringlar, Lacetti'ni 50 million bo'lsa beraman deyaptilar, tushundim. Aytib qo'yaman aka, bitta men o'zimni lishni sodam tugan. Aytib qo'yaman, pul kerak emas, kimdir olsa chiqib ketavering aka, bermayman. 50 million bo'lsa beraman deyaptilar. 2005 xo'p 1.6 Optra motor bu. Motor yog'ib turibdi. Klaskasi kelsa 70% klaskasi bu. Boshqa xarajat yo'q. Ha, boshqa men xarajat to'layapman. Endi o'zi shu motorni qilganganmiz. 50 million bo'lsa beraman deyaptilar. Bir aytaman, xato bo'lmaydi. 35 million. Ko'ringlar, kimgadir muhim bo'lsa 50 million bo'lsa beray ekanlar.